Assalomu alaykum aziz zamondoshim. Men psixolog Feruza. Men bugun siz bilan Allohning muhabbati haqida gaplashmoqchi edim. Allohning muhabbati haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu qachon va qayerda ko'rinadi? Allohning muhabbati haqida ko'p joylarda aytiladi. Lekin haqiqiy muhabbat bizning his qiladigan baxtimizdir balki. Bu qayerlarda ko'rinadi, qayerlarda bilinadi? Shunchaki atrofingizga bir nazar tashlang. Balkim u sizning atrofingizdagi oilangizdir, do'stlaringizdir, sog'lom tanangizdir balkim. Shunchaki xotirjam nafas olayotgan mana shu havodadir balkim. Har kuni ishdan charchab horib kelganingizda sizga bag'rini katta ochib, qo'lchalarini sizga qo'lchalarini cho'zib yugurib kelayotgan go'daklaringizdadir balkim. Allohning muhabbati va sizning baxtingiz. Alloh har birimizga juda kuchli muhabbat beradi. Faqat eng asosiysi uni his qilishda. Alloh har bir bandasini sevadi. Bilasizmi? Alloh bizni sevgani uchun biz bu dunyodamiz. Alloh bizni sevgani uchun shunday ota-onalar berdi bizga. Bizni sevgani uchun shunday oila berdi. Farzandlar ato etdi. Va har kuni ishdan charchab kelganingizda quchoq ochib kutib oladigan farishtalarga liq to'la xonadon ato etdi. Alloh sizni sevgani uchun berdi bu narsalarni. Shunchaki tashqariga e'tibor bilan bitta qarab qo'ying. Atrofingizga qarang. Biz nimalarni hisobga olmayapmiz? Ana shu muhabbatni his qilayotganda. Nimalarga e'tibor bermayapmiz? Balkim atrofingizda to'polon qilib chopqillab yugurib yurgan kichkinagina baxtga to'la farzandlaringizni ko'zlaridadir u. Charaqlab, yaraqlab turgan, ko'zlari yonib turgan farzandlaringizning ichidadir u. Yoki siz bilan yashayotgan turmush o'rtog'ingizning ko'zlaridadir u. Har bir marta, har bir dasturxon ustida o'tirib suhbatlashayotganingizda his qilayotgan ota-onangizni sizga bo'lgan va sizni ota-onangizga bo'lgan muhabbatingizdadir u. Biz shunchaki uni his qilishni xohlaymiz. Lekin juda ko'p hayotimizdagi turli tashvishlar, yugur-yugurlar bilan ko'p ham bu narsalarga e'tibor bermaymiz. Bir hadisni ko'p eslayman. Payg'ambarimiz alayhisalom kichkinagina go'dagini bag'riga bosib mehr bilan quchoqlab turgan onani ko'rsatib aytgan ekanlar. Mana shu ona bolasini naqadar sevadi. Qarang. Lekin Alloh mana shu onadan ko'ra juda ko'p marta o'z bandalarini sevadi. Haqiqatan ham shunaqa. Shunchaki bitta o'ylab ko'ring bu haqda. Xotirjam nafas olayotganingiz, xotirjam shu hayotning eng yaxshiliklari ichida yashayotganingiz, oilangiz ichidaligingiz, bolalaringizni borligi, balki nevaralaringizni ham borligi, xotirjam dam olish vaqti kelganida oyog'ingizni uzatib dam olayotgan xonadoningizning borligi. Ko'chaga chiqqaningizda sizga kulib turgan qo'shnilaringizning borligi. Aslida mana shu hammasi
baxt atalmish Allohning muhabbati hisoblanadi. Shunchaki bularga ko'p ham e'tibor beravermaymiz. Albatta bu narsani bizga berilishi kerak bo'lgan ne'mat deb o'ylaymiz. Aslida bu ham hammaga berilavermaydi. Ammo har bir ne'matlarni ko'rganimizda, Allohning muhabbatini his qilganimizda shunchaki chuqur nafas olib, alhamdulillah deb uni qabul qilishimiz kerak xolos. Chin qalbdan Allohimga alhamdulillah deyishimiz kerak xolos. Bilasizmi? Ayrim mijoz ayollarimiz men shukrona keltiraman, lekin his qila olmayman deydi. Bu ularning fikri, albatta. Bo'lishi mumkin. Buni ham o'z javoblari bor. Ko'p insonlarda to'planib qolgan xafagarchiliklar, noroziliklar ana shu shukronalikni his qila olmaslikka sabab bo'ladi. Atrofidagi muhabbatni, atrofidagi baxtni ko'ra olmaslikka sabab bo'ladi. Shunchaki shu darajada o'zidan va dunyodan xafaki, atrofida sakrab yurgan toychoqchalarni, bolajonlarni ko'ra olmaydi. Ularni his qila olmaydi. Ularning muhabbatini his qila olmaydi. Demak, Allohning muhabbatini his qilish ham o'rganishimiz kerak ekan. Shunchaki uni anglashimiz kerak ekan. Shunchaki boshingizni baland ko'tarib, shunchaki atrofingizga qarang. Qalbingizga savol bering. Allohning muhabbati qayerda? Qayerda uni unutib qo'ydim? E'tiborli bo'ling. Turmush o'rtog'imning ko'zlaridami? Bolalarimning yelib yugurib yurgan shodon qiyqirig'i bilan to'lgan xonadonimdami? Allohimning sevgisi to'la xonadonimdami? Qayerda u? U hamma yerda. U menda. U mening oilamda. Balkim ishimda. Balkim ko'chada. Qayerda bo'lishi mumkin? U hamma yoqda. Allohimning muhabbati hamma yerda. Shunchaki uni qabul qilishimiz kerak, tan olishimiz kerak. Shunchaki xotirjam bo'lib o'tirgan joyimizda shunchaki bu haqda tafakkur qilib o'ylab ko'rishimiz kerak. Bu juda ajoyib holat. Bu haqda bitta o'ylab ko'ring. Va o'z fikrlaringizni qoldirasiz degan umiddaman.